Tadbirkorlar odatda bilmaydi nima sababdan tekshiruv tushishini. Hozir buni 5 ta sababni aytib ketaman. Birinchisi, sizda оборот kattalashadi, soliq kattalashmaydi. Soliq to'lovingiz kam, soliq yukingiz kam. Ikkinchi sababi, sizda xodimlarga minimal oylik yozilyapti. Buni tizim ko'rib turadi. Chunki tarmoqdagi o'rtacha maosh hisoblaydigan formula bor. Agar bu formulani olishni xohlasanglar, 5 raqamini kommentariyga yozib boringlar, jo'nataman. Uchinchi sababi, firma zararda, lekin tadbirkor boshqatdan ustiga pul tikyapti-da, оборот qilyapti. Оборот katta, firma постоянный zararda. Bu ham bitta sabab. To'rtinchi sababi, ta'sischi bilan rahbar bitta shaxs. Odatda eng ko'p operatsiyalar o'zaro aloqador firmalar o'rtasida bo'ladi. Bu yoqda ham ta'sischi, bitta odam. Bu yoqda direktor ham bitta odam. Mana shunaqa paytda tekshiruv tushishlardan bitta sabab bo'ladi. Beshinchi sababi, bu sizni ustingizdan yo raqibingiz yoki kimdir yozib borgan. Ko'pincha bu chek bermaslik holatlarida bo'ladi. Xaridor keladi, chekka olmaydi, soliq o'z ilovasidan menga chek bermadi deb javob yozib boradi. Bu ham tekshiruv tushishini bitta sabab bo'ladi. Bu sabablarni bilarmidinglar yoki yangilik bo'ldimi? Qaysi sabab sizda bor? 0 dan 5 gacha yozib boring. Agar soliq tekshiruvi kelganda birinchi qilinadigan 3 ta qadam nimaligini bilmoqchi bo'lsanglar, keyingi videoni albatta ko'ring.